G'oljini ozod qilish jangining jasur qahramoni Seyit Batur. Seyit Batur 1914-yili hozirgi Nilqi nahiya bozorining g'arbiga 17 kilometr keladigan Ulastayda tug'ilgan. Seyit Batur Akbar Baturning navri inisi edi. Uning otasi Akbar Baturning tog'isi edi. U yana Seyit Avan degan nom bilan mashhur bo'lgan edi. Yani ba'zi manbalarda Seyit Baturning Akbar Baturning o'z inisi ekanligi ilgari surilgan. Seyit kichigidan boshlabla navri og'isi Akbar Baturni o'zining Baturlik ulgisi qilgan edi. Seyit Batur 1934-yili yanvarlarda tunji qitim qo'liga qurol elib Akbar Batur bilan birlikda Qosh daryosi bo'yidagi yog'och ko'rikni ching saqlash orqali Sovet tarafidan tarmar qilingan Jangpiyuan banditlarining Nilqi va Ulastay tavasida bulang-talang qilish yomon g'arizini to'sib qoldi. Bu chog'da Seyit Batur amdili 19 yoshga kirgan edi. O miltiqlarini topshirishni keskin rad qilganligi uchun Jallod Shingsay tarafidan turmaga tashlangan Akbar Batur ve navri inisi Seyit Batur 1944-yili 22 aprelda Nilqi nahiyalik soqchi idorasi turmisida turib, o'z qalbidagi qahramon G'ani Baturning 5 fevral kuni Shingsayning uvisi Urumchi shahridagi odam o'ltirish qushxonasi deb nom olgan ikkinchi turmidan utuqliq qochqanligidek xo'sh xabarini anglab qolgan. Akbar Batur buningdan ilhomlanib Seyit Batur bilan puxta plan tuzib, shu yili 22 iyulda Nilqi soqchi idorasidagi avomdan bulab kelingan ikki yaxshi otni bo'rondek choptirib, Ulastaydagi tor jilg'iga kirib g'oyib bo'lgan. 1944-yili 17 avgust kuni Ulastay partizanlar atritining Roziyet kunida masjidda qo'zg'olon ko'tarish plani Nilqi nahiya soqchixonasiga pash bo'lib qolgan. Gomindang doiralari Ulastay partizanlarini mansitmay, tavasidagi butun soqchi kuchini to'liq ajirtib, Ulastayga necha mashina qurolliqlarini avatgan. Dushmanlar taroq jilg'iga kirgan hamon Akbar Batur bilan G'ani Batur tog'ning ikki tarafidan tuyuqsiz hujum qilib, barliq dushmanlarni jahannamga yo'lga solgan va nurg'un qurollarni o'lja olgan. Mana bu tunji jangda ayni chog'dagi milliy ozodlik inqilobining tunji pay o'qi utuqliq etilgan edi. Oqibat Nilqidagi dushmanlar aloqazodi bo'lib, G'uljidan jiddiy harbiy yordam talab qilgan. 20 avgust kuni Gomindangning eng sarxil bir urush atriti Nilqiga kelib, Ulastayga hujum qilgan. Bu qitimmi partizanlar dushmanni butunlay tarmar qilib, katta nusrat qozongan. Partizanlar atriti to'liq tayyorlik qilib, shu yili 5-oktyabr kuni Akbar Batur, G'ani Batur va Seyit Baturlarning bir tutash qo'mondonligida Ulastaydan Nilqi nahiya bozoriga yurish qilgan. Ular 6-oktyabr saharda hujumni boshlab, bir kech kunduzlik keskin janglar orqali 7-oktyabr saharda Nilqi nahiya bozorini ozod qilgan. Nilqi nahiya bozori ozod bo'lgandan keyin 6 Batur Ulastay partizanlar atritini qaytadan tashkillab 3 cho'ng zarbidor atratga bo'lingan. Birinchi cho'ng atratda 333 nafarga yaqin kishi bo'lib, qozoqlarni asos qilgan. Akbar Batur mazkur atratning boshlig'i, Seyit Batur muavin boshlig'i bo'lib tayinlangan. 1944-yili oktyabrning 5-gacha Sharqiy Turkistonga qadam bosgan Gomindang armiyasida umuman 95 mingga yaqin askar bor bo'lib, piyoda, otliq, mexaniklashtirilgan qismlar, top diviziyalari, ayrim piyoda poliklar, moddiy ta'minot ham xizmat qilish bo'limlari, hatto harbiy aeroplan qismlari bor edi. Ili viloyatidagi qo'zg'olonchilarining soni bo'lsa, shu vaqtda oralla 1500 odamga yetgan edi. Ularning ichida faqat 300 nafarga yaqin kishilar harbiy qurolga ega bo'lgan. Mana mushundaq harbiy kuch farqi osmon zamin farqlanib turadigan ikki raqib kuch orasida portlagan urushlarda
oz sonliq milliy mustaqillik kuchlari ko'p sonliq tajovuzchi dushman kuchlarini to'liq tarmar qilib dunyo harbiy ishlar va hal qilg'uch urush tarixida rekord yaratgan. 1944-yili 7 noyabr tong sahar paytida G'ini qatorliq 3 boturning jasur qismlari G'ulji shahriga umumiy hujum boshladi. Shahar ichidagi vatanparvarlarmi bas-basda ularga ovoz qo'shib, shu kunila Shingsay ilg'i vali qilib avatgan Liu Bingdi degan Tunganni etib o'ltirdi. 2 kech kunduzlik shiddatlik urush natijasida G'ulji shahrining ko'p qism joylari ozod qilindi. 9 noyabrdan 11 noyabrgacha 3 cho'ng zarbidor atrat ichida Seyit Batur boshlagan milliy inqilobchilar 2 soat keskin jang bilan dushman bosh qo'mondonlik shtabini pachoqlab tashladi. G'ini Baturning askarlari dushmanning g'olliq kuchi qarshilik ko'rsatayotgan viloyatlik soqchi idorasi va harbiy sanoat shirkatini ishg'ol qildi. Seyit Batur dushman bosh shtabini ishg'ol qilish urushida qattiq yaralangan bo'lsa-mu, bardoshlik bergan edi. Dushman bosh shtabi ishg'ol qilingandan keyin Seyit Batur holsizlanib ketgan. O'rniga jiyani Manapqan o'rinbosar bo'lib, Fatih Batur qismlarga hamdamda bo'lib, G'ulji nahiyalik soqchi idorasi, ili vali mahkamasi qatorliq barliq hokimiyat o'rinlarini ozod qildi. Ikkinchi cho'ng iskilotga solinib olgan 1500 dushman qo'shinidan 444 nafar tatar, Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz, Mong'ol, Tungan va O'rus askar G'ini Baturlarga el bo'lib isyon ko'tirdi. Natijada dushmanning 1500 kishilik muntizim askari va jallod Shingsayning Gomindang tarafidan o'zlashtirilgan 1000 dan ortiq askari yo'qotilgan. Qoldiq dushmanlar Harambog', butxona va aerodrom qatorliq muhim o'rinlarga qapsilib qilib tushkunlashib ketishgan. Seyit Batur jangda qattiq yaralangan kuni Akbar Batur Nilqida vafot bo'lgan. 12 noyabr kashqurun hushiga kelgan Seyit Batur G'ulji shahrida Sharqiy Turkiston Jumhuriyatining qurilganlik xo'sh xabarini shundaqla aksi Akbar Baturning vafot bo'lganligini anglab, oqqan qonlarning behuda bo'lmaganligidan ko'ngli taskin topgan holda vafot bo'lgan. Akbar Batur Ulastoydagi bosh shtabni qo'g'dab qolgan va Nilqi partizanlarini Xitoyning qurolliq bostirib yo'qotishidek xavflardan qutqizib qolgan bo'lsa, inisi Seyit Batur G'ulji shahridagi Gomindangning qo'mondonlik bosh shtabini chaqmoq tezligida ishg'ol qilish orqali har qaysi dushmanlarni sarksiz podiga aylantirib qo'ygan. Shunashqa qolgan 2 guruhi partizanlar qo'mondonsiz va sarksiz qolgan dushmanlarni bir-birlab to'liq yo'qotib, Uyg'ur hozirgi zamon tarixidagi ikkinchi mustaqil milliy jumhuriyatni G'ulji shahrida qurishga asos solgan. 1945-yili Sharqiy Turkiston Jumhuriyati hukumati Akbar Baturga xalq qahramoni degan eng oliy nomni bergan.